Assalomu alaykum baliq burchi vakillari. Sizlar bilan Sulviya va biz sizlar bilan 2026-yil fevral oyi uchun bo'ladigan darrov bashoratni ko'rib chiqamiz. Qulay joylashib oling va biz boshlaymiz. Fevral oyi uchun asosiy energetika, ogohlantirishlar va maslahatlar. Asosiy energiya siz uchun bu qandaydir holatda o'sha hujjatlar orqali biror bir ishlaringizni tugatishingiz yoki bo'lmasa rasman yakunlashingiz kerak bo'ladi. Sizga shunaqa imkoniyatlar bo'ladiki, o'sha imkoniyatdan foydalanishingiz kerak. Yangi bosqichni boshlash uchun. Kimlar uchundir bu yangi hayot qurishdir balki. Kimlar uchundir bu yangi muhabbat bo'lishi mumkin. Kimlar uchundir bu yangi ish joyi bo'lishi mumkin. Ishdan bo'shab boshqa ishga o'tib ketishi mumkin. Kimdir uchun esa o'sha ishxonasida qanaqadir yangi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Kasal bo'lgan insonlar uchun o'sha kasallikni yengib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu jarayonlar hammasi hujjatlarga tegishli bo'lishi mumkin. Boshlanadigan qanaqadir yangi ishlar, balki sud ishlari bo'lishi ham mumkin bir xillaga. Ushbu raskladni nuqtai nazardan, shaxsiy hayot nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Yolg'iz yurganlar uchun, agar siz hozir yolg'iz bo'lsangiz, ehtimol balki biror insonni ishlatishingiz mumkin, lekin u uchratgan insoningiz jismoniy sizni o'ziga faqat jalb qilishi mumkin, jismoniy bog'lanish, istak bo'lishi mumkin. Bir-birlaringizga munosabat qayta davom etishi ham mumkin. Balki u inson o'tmishingizdandir, yana qaytib kelishi mumkin. Shunchaki aynan prosta jismonan o'zini siz bilan birga qandaydir bir tortishib bo'lgani uchun kuch. Lekin bu holat sizga kerakmi yo'qmi, o'zingiz hal qiling. Uchburchak holatida bo'lganlarga esa bu aniq uchburchak holati davom etadi degani. Bu yerda ham xuddi shunday boshida aytib o'tganimdek ko'proq jismonan bog'lanish bor bir-biriga. Emotsional yoki bu sevgi deb bo'lmaydi. Bu shunchaki bir-birini istash. Na fiziologическом уровне deyishadi-ku. Ana shunday prosta o'zini bir-birini istash holati. Buni haqiqiy muhabbat deb ayta olmayman. Shunchaki bir-biriga o'rganib qolishgan. Shunday ekan, bu holat davom etaveradi fevral oyida uchburchak holatda bo'lganlar. Oilalilar. Hozir qanaqadir bir chalkashuv holatiga kelib qolgansiz. Bu vaziyatga qanday chiqib ketishni, bu vaziyatdan qanday yo'l tutishni bilmayapsiz. Chalkash holatdan. Balki kimdadir o'sha eri yurishini bilib qolgan bo'lsa yoki xotini yurishini bilib qolgan bo'lsa, kimligini hali bilolmayapti. Bir nima hali aniq emas yoki bo'lmasa kimdir ajrashmoqchi bo'layotgan bo'lsa, ketaymi yo'qmi, ikkilanish bor. Xullas, hozircha shunaqa holat bilan energiyada o'tasiz fevral oyida. Oilalilar, chalkash, tushunarsiz, bir qarorga kelish qiyin holatida. Emotsionalni uncha siz xursand emassiz hayotdan. Ishxona, ish qidirayotgan, ishlay olmaydiganlar uchun vaqtincha. Ishlay olmaydiganlar vaqtincha ishlay ololmaydi deb ayta olmayman, chunki ular baribir qanaqadir bir ish jarayonida bo'lishadi. Ehtimol bu sizga o'sha yoqadigan ishdir, qanaqadir. Klientlar ko'p, pul ishlash zarar qilmaydi. Daromadli ish. Shu uchun davom etasiz shu energiyada. Ish qidirayotganlar uchun o'zingizni ko'nglingizga yoqadiganday taklif olish ehtimolingiz bor. Sizga o'sha keladigan taklifda ko'proq o'sha shart-sharoitlar hissiy jihatdan sizni xursand qilishi mumkin. Keladigan takliflarni o'ylab ko'ring, yaxshilab qarang. Ishxonada ishlab yuradigan insonlar uchun sizga ish xonangiz sharoiti o'zgarishi mumkin. Balki kimdirlar safarga chiqish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Yoki siz ishxonangizda o'zgarishlar bo'lishi nimaga olib keladi? Xorijiy hamkorlik bilan birgalikda ishlarni olib borish imkoniyatlarini ochib berishi mumkin. Shunaqa takliflar, o'zgarishlar bo'lishi mumkin. O'zini biznesi bo'lganlar uchun
har doimgidek o'zingizni biznesingizni o'zingizni qo'ygan nazoratingiz, tartibingiz, mustahkamligingiz bilan olib boraverasiz. Hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Agar o'zgarish bo'lsa ham aynan o'sha ishxona sistemasida o'zgarishi mumkin, lekin yana ham qattiqroq nazorat kuchayishi mumkin. Shunaqa holatlar bor. Tak sizni ishingiz yaxshi ketaveradi. Sog'liq jihatdan ko'rib chiqsak, ahvolingizni, sog'lig'ingizni tekshirtirishingizga to'g'ri keladi, nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. Qanaqadir analizlarni topshirib, aynan o'sha butun tanangizni tekshirtirishingiz kerak. Balki qayerdadir qanaqadir bir nimasi kasalligi chiqishi mumkin. Yaxshi mutaxassisni topishga harakat qiling. Ikkilanish bor, balki sizga ikkilanmasdan shunchaki analiz topshirib ko'rsatishingiz kerakdir. Shu bilan sizga hammasi ayon bo'ladi. Moliya jihatdan agar siz ahvolingizni qarasak, moliya jihatdan qanaqadir holat, pul o'tkazmalarimi yoki hisob kitoblarmi, tekshiruvlarmi pul bo'yicha holat takrorlanishi mumkin. Agar hujjatlar bilan bog'liq masalalar bo'layotgan bo'lsa, o'sha hujjatlarni o'rganish kerak bo'ladi. Tekshiruvlar bo'lishi mumkin qanaqadir o'sha pul masalalari bo'yicha, pul o'tkazmalari bo'yicha. Balki tezda kelmasligi mumkin. Pulni tezda olasiz degani emas, balki siz o'sha harakat qilishingiz kerak, o'zingizni haqqingizni talab qilish uchun. Ogohlantirish. Siz ogohlantirishda hayotingizda uzoq vaqt davom etayotgan qiyin holat, hodisalarni yakunlashingiz kerak. O'zingizga yangi yo'l ochishingiz lozim hayotingiz uchun. Kimdir aniq ishidan ketishi mumkin. Ishini yakunlash holati ko'rinishi mumkin. Va o'ziga boshqa yangi joydan ish topishga harakat qiladi va keladi ham o'sha narsa. Kimdir sog'liq jihatdan qarasak, nuqtai nazardan o'sha davolanish kerak bo'ladi. Sog'lig'ingizga jiddiy e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Balki qanaqadir qiyin bosqichlar o'tilayotgan bo'lsa sog'liq jihatdan, uni ham tugatishingiz kerak bo'ladi. O'zingizga to'g'ri keladigan mutaxassisni to'g'ri tanlashni esingizdan chiqarmang albatta. Va kimlardadir ayollarda balki ginekologik kasallik bo'lishi mumkin. Ginekologически o'zini tekshirtirish kerak bo'lishi mumkin. Shunaqa ehtimollar bor. Xo'p. Kimdadir masalan olaylik moliya jihatdan agar qiyinchilik bo'lsa, balki sizda moliya keladigan joyingiz o'zgarishi mumkin. Bitta keladigan tomon tugab, ikkinchi tomon boshlanishi mumkin moliya jihatdan. Balki o'zingiz qo'lingizga olishingiz mumkin moliyada pul ishlashni. Mana shunaqa holatlarga iltimos e'tibor bering. Kimdadir munosabat tugashi mumkin o'rtalarida. Yoshirin qanaqadir holat bilinib qolishi mumkin. O'rtaga ayon bo'lib chiqib qolishi mumkin. O'shanda kimdadir o'sha munosabat yakunlanishi mumkin. Maslahat shundan iboratki, kimgadir sizga to'g'ri maslahat berayotgan bo'lsa yoki to'g'ri maslahat beradigan insonga muhtoj bo'layotgan bo'lsangiz, o'sha insonni topishingiz kerak. Va agar yoningizda o'sha to'g'ri maslahat berayotgan insoningiz уже bor bo'lsa, o'sha insonni aytayotgan gaplariga e'tibor berishingiz kerak. Kimgadir ta'lim olish vaqti bo'lishi mumkin, kimgadir o'qishga borish imkoniyatlari ochilishi mumkin. Agar imkoniyat bo'lsa, o'sha imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Kimdir o'qish tugatishi mumkin. O'zini yurtiga qaytib kelishi mumkin uzoq joydan. Bundan tashqari kimdadir o'sha oila qurish yoki oilasi tugash mana shunaqa alomati bor. Bu degani traditsiyada, tushunyapsizmi? Traditsiya, an'ana, urf-odatlar
bizani hozirgi maslahat kartamiz an'ana urf odatlarni ham ko'rsatadi. O'sha an'ana urf odatlarga asosan balki shu qaysidir bir holatda kimdadir agar oilasi tugash alomati bo'layotgan bo'lsa, shu yana bir o'ylab ko'rish kerakligini yoki bo'lmasa shoshilmasdan qaror qabul qilish kerakligini anglatishi mumkin. Xo'p, endi sizga kutilmagan hodisani ko'rib chiqamiz. Fevral oyiga baliq burchi vakillari. Haqiqatan ham kutilmagan hodisa nimaga olib keladi? Kutilmagan hodisa sizni qanaqadir bir xafagarchilik holatdan tezroq chiqib ketishingizni aytyapti. O'zingizni yaxshi his qilmagan holatda qolmasligingizni, kimdadir depressiya bo'layotgan bo'lsa, u holatda ko'p o'tilmasligini va o'sha depressivniy holatdan o'zini tezroq olib chiqish kerak. Masalan, kimdadir haqiqatan ham qanaqadir bir shartnoma tugayotgan bo'lsa, ish yoki o'qish yoki boshqa bir holat bo'yicha o'sha shartnomalarni ham tugatgandan keyin yangi imkoniyatlar sari olg'a intilish. Orqadagi o'sha hozirgi holatda qiyin holatda qolib o'tirmaslikni maslahat berishadi. Munosabatdan kimdir chiqmoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin, yakunlanishi mumkin, qiynalayotgan joydan. Xullas